Bahrom Nazarov ijrosidagi mana bu qo'shiqni juda ko'pchilik sevib eshitadi. Bulbulman ahzar çekip taze gülzardan ayrıldım. Bu qo'shiqning she'r muallifi turkman shoiri Maxtumqulining qalamiga tegishli. Bir qaraganda bu she'r juda bir sodda uslubda yozilgandek tuyuladi, lekin bu she'rning ortida katta bir tarixiy fojia yotganligini afsuski ko'pchilik bilmaydi. Shoir taxminan 20 yoshlar atrofida Menglixon ismli qizga uylanadi va qisqa muddat safarga chiqishga majbur bo'ladi. Va o'sha paytda ovuliga kelganidan keyin, ya'ni safardan qaytib kelganidan keyin ne yuz bilan ko'rsaki, ovulni Eron tomonidan doimiy kelib talaydigan qizilboshlilar degan qaroqchilar tomonidan ovul talangan bo'ladi va shoirning ayolini ham o'zlari bilan qo'shib olib ketishgan bo'ladi. Xullas, shoirga bu juda katta hayot tomonidan berilgan zarba bo'lib ta'sir qiladi va shoir umrini deyarli oxirigacha ayolini izlash bilan o'tadi va hattoki Hindistongacha ayolini izlab boradi. Afsuski, ayoli topilmaydi.